Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Qanday noutbuklar bor qilingan ekan? Bugun ko'pchilik so'ragan gaming noutbuklar bo'ladi. Bunaqa narxda hech qayerdan topa olmaysizlar. Narxiga yaxshilab e'tibor beringlar. Yaxshilab joylashib olgan bo'lsanglar, biz boshladik. Birinchi noutbukimiz Acer Nitro 5 dan sizlarga haqiqiy monster. Katta razmerli so'raganlar uchun maxsus. Wow, o'g'irligini qaranglar. Ichki holatini ko'ramiz. Mana sizlarga katta razmerli ko'pchilik kutgan Teleturlar skromli, qip-qizil yonib turadi. Faqat lotincha bo'ladi. Xohlaganlar yana yopishtirib olsa bo'ladi. Notebookimiz 17.3 Full HD IPS 144 Hz displey bilan jihozlangan bo'ladi. Ekran ko'rib turibsizlar, juda ham tiniq. Prosessorga keladigan bo'lsa, Intel Core i5 12500H prosessor, 12 yadro 16 pato, hatto Core i7larda ham bunaqa yadro pato kamdan kam uchraydi. 310 Hz dan notebook bemalol 470 Hz ga turbo Hz razgomga chiqa oladi. Notebookimiz operativ xotirasi DDR4 16 GB 3200 MHz, doimiy xotirasi 512 NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Notebookimizda Intel Iris Strong video karta, qo'shimcha video kartasi Nvidia GeForce RTX 3050 4 GB video karta bilan jihozlangan. Endi bu video karta, bu katta displey bilan maza qilib KZ2, GTA 5, PUBG o'yinlarini o'ynasanglar bo'ladi. Undan tashqari 3D Max, AutoCAD, Corel, Photoshop shunga o'xshagan sohalarda o'rganmoqchi bo'lganlar olib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Undan tashqari student, o'qituvchi, buxgalter, ayniqsa dasturchi, tradinglar uchun ham juda mos keladi. Narxi ham ancha hamyonbop. Narxini sizlar uchun $469 qilib beramiz. Notebookimizga 1 oylik garantiya beramiz. Zaratiga 2 soat garantiya, naqd 4 soatga mo'ljallangan bo'ladi. Albatta, qanaqa yo'nalishda, qanaqa o'yin o'ynashlarga qarab yetadi. Notebookimizda kerakli hamma USB porti bor, HDMI bor, Type-C port bor, USB portlari ham 3 tadan ekan. Wi-Fi ulasanglar bo'ladi. Hamma narsasi bor. Shoshilinglar, soni chegaralangan. NASA savdo orqali har qilsanglar bo'ladi. Keyingi notebookimiz HP Victus'dan. Yana HP Victus'mi deb o'ylamanglar. Bunisi umuman boshqa narsa. Ichki holati ham o'ta go'zal. Ekrani qaranglar, tanalgan. O'ziga mos skromli fon qo'yilgan. Notebook 15.6 Full HD IPS displey bilan jihozlangan. Klaviaturalar doimgidek skromli bir xilda o'q yonib turadi. Faqat lotinchani o'zi bor. Notebookimiz prosessoriga ahamiyat beramiz. AMD Ryzen 5 da 8645HS prosessori, bu Core i5 14HS bilan bemalol konkurensiya qila oladi. 6 yadro 12 patok 430 Hz dan boshlanadi. 3 ta ham emas. 430 Hz dan bemalol 5 Hz gacha turbo Hz razgomga chiqa oladi. Yadro ko'rib turibsizlar, past bo'lgani hisobiga, lekin Hz juda baland. Notebookimiz operativ xotirasi DDR5 8 GB 5600 MHz dan doimiy xotirasi 512 NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Ikkala xotirasini ham bemalol kuchaytirsanglar bo'ladi, imkoniyat bor. Notebookimizda AMD Radeon Strong video karta, qo'shimcha video kartasi Nvidia GeForce RTX 4056 GB video karta bilan jihozlangan. Bu video karta, bu oxirgi avlod prosessori bilan bemalol KZ2, GTA 5, PUBG o'yinlarini o'ynasanglar bo'ladi. Undan tashqari 3D Max, AutoCAD, Corel, Photoshop shunga o'xshagan sohalarda o'rganmoqchi bo'lganlar, ishlamoqchi bo'lganlar ham olib foydalansanglar bo'ladi. Undan tashqari student, o'qituvchi, buxgalter, trading dasturchilar ham olib bemalol foydalansa bo'ladi, chunki narxi ancha hamyonbop. Narxini sizlar uchun $669 qilib beramiz. Menimcha bunaqa parametrda hech qayerdan topa olmaysizlar. Notebookimizga 1 oylik garantiya beramiz. Zaratiga 2 soat garantiya beramiz. 4 soatgacha yetib berish mumkin. Albatta, qanaqa programma, qanaqa o'yin o'ynashlarga qarab yetadi. Notebookimiz ishlab chiqarilgan sanasi 2025 ishlab chiqarilgan. NASA savdo orqali bemalol har qilsanglar bo'ladi. Bunda ham Type-C port, HDMI port, USB portlari hamma narsasi yetarli. Holati ideal. Sostanada shoshillar, soni chegaralangan. Acer Nitro'imiz 2023 ishlab chiqarilgan. Va yana Victus'ga to'xtalamiz. Buni ham holati ideal. Korobka takivent. Hamma tomonni ko'rib turibsizlar. Tiniq sostanada ishlatilgan.
Buni ustida endi lotincha, koreyskiy bor. Klaviaturasi doimda skromli bir xilda oqlanib turadi buni ham. 15.6 Full HD IPS 144 Hz displey bilan jihozlangan. Notebookimiz protsessori AMD Ryzen 7 SSX 45HS protsessor, 8 yadro 16 ta patok 380 Hz dan bemalol 510 Hz ga turbo Hz razg'ini chiqa oladi. Bu prosessorimiz Intel Core i7 14-avlod HS bilan bemalol konkurensiya qila oladi. Notebookimiz operativ xotirasi DDR5 16 GB 5600 MHz dan qo'yilgan. Doimiy xotirasi 512 NVMe SSD bilan jihozlangan. Notebookimizda AMD Radeon vstроенный video karta, qo'shimcha video kartasi Nvidia GeForce RTX 4068 GB video karta bilan jihozlangan bo'ladi. Bu prosessor, bu video karta bilan bemalol KZ2, GTA 5, PUBG o'yinlarini yuqori kачествоda o'ynasangiz bo'ladi. Undan tashqari 3D Max, AutoCAD, Corel, Photoshop shunga o'xshagan sohalardan bemalol o'rganib ishlamoqchi bo'lganlar foydalansangiz bo'ladi. Undan tashqari student, o'qituvchi, buxgalter, trading dasturchilar ham olsanglar bo'ladi, chunki narxi ancha hamyonbop. Narxini sizlar uchun $789 qilib beramiz. Nasl savdo orqali bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Notebookda kerakli supportlar, hamma narsasi bor. Bu notebook ham 2025 ishlab chiqarilgan. Shoshilinglar, soni chegaralangan. Va bugungi videomizni основной qahramoni Asus ROG Strix tutganlar uchun tepalar metal. Video yonishiga ahamiyat beringlar. Men maza qiladigan joyi. Wow. O'zgacha emotsiya beradi bu zvuki. Buning atroflari yonib turadi. RGB. O'yin o'ynayotganlar, ayniqsa prompt ish qilayotganlar o'zgacha atmosfera berib turadi. 12 xil RGB yonadi. Pastlari ham 12 xil. O'zingizlarga xohlagancha Asus Auradan o'zgartirib olsanglar bo'ladi. O'zingizlarga moslashanglar bo'ladi. Klaviaturasida faqat lotincha bor. Notebookimiz 15.6 Full HD IPS 144 Hz displey bilan jihozlangan bo'ladi. Ekran juda ham tiniq ko'rib turibsizlar. Notebookimiz prosessoriga keladigan bo'lsa, AMD Ryzen 9 5900HX prosessori bilan jihozlangan bo'ladi. 8 yadro 16 patok 330 Hz dan bemalol 490 Hz ga turbo Hz razg'ini chiqa oladi. Bu prosessorimiz Intel i9 11-avlod HX bilan bemalol konkurensiya qila oladi. Notebookimiz operativ xotirasi DDR4 16 GB 3200 MHz. Doimiy xotirasi 512 NVMe SSD. Ikkala xotirasidan bemalol yana kuchaytirsa bo'ladi. Notebookimizda AMD Radeon vstроенный video kartasi, qo'shimcha video kartasi Nvidia GeForce RTX 3066 GB video karta bilan jihozlangan. Bu prosessor, bu korpus, bu video karta bilan endi CSGO, PUBG, GTA 5 o'ynashni tasavvur qila olinglar. Undan tashqari 3D Max, AutoCAD, Corel, Photoshop va shunga o'xshagan sohalarda, ya'ni student, o'qituvchi, buxgalter, trading dasturchilar ham olib foydalansa bo'ladi. Chunki narxi ancha hamyonbop. Narxini sizlar uchun $659 qilib beramiz. Menimcha Core i9 11 bilan bemalol konkurensiya qila oladigan Asus ROG yangisi mindan baland notebook bu narxga zo'r deb o'ylayman. Notebookimizga 1 oylik garantiya beramiz. Zaryadda 2 soat garantiya, 4 soatga mo'ljallangan bo'ladi. Kerakli supportlari bor. Notebook 2022-yil ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi. Nasl savdo orqali bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Faqat shoshilinglar. Keyin personal kompyuterimiz bundan oldingi videoda ham kelib qolgandi. Bundan keyin ham kelib qoldi. Shunga ahamiyat berib qo'yasizlar. Narxi buni ham ancha hamyonbop. Sizlarga buni ham ko'rsatamiz. Keslari ko'rib turibsizlar, ponni oynali bo'ladi, shishali. Monitorimiz 24 lik Full HD IPS 120 Hz monitor. Yangi Immerdan klaviatura mushka bluetoothli bo'ladi. Bu sizlarga sovg'aga. Case'imiz parametri keladigan bo'lsak, Intel Core i3 bo'ladi. 10-avlod F-toshda. Operativ xotirasi DDR4 16 GB bo'ladi. Doimiy xotirasi 512 NVMe SSD. Video kartasi Nvidia GeForce GTX 1660 Ti Super
Albatta 6 GB'li video karta. Blok bir tanesi 512 talik bo'ladi. Platamiz H510 bo'ladi. Bu narxini sizlar uchun $319 qilib beramiz. Menimcha bunaqa komplekt bilan hech kim qilib bera olmasa kerak deb o'ylayman. Chunki idealniy narx. O'zi video kartani o'zi ham $175 turadi yangisi. Faqat sizlar uchun har bir videoda bittadan bonus qilib qo'yib boryapman. Arzon narxda monitorlarni ko'rib turibsizlar, yangi bo'ladi. Garantiyalari bor. Nasl savdo orqali ham bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Yana batafsil ma'lumotini Telegram kanaliga joylaymiz. U yerda o'tib ko'rib olsanglar bo'ladi. Notebooklarning ma'lumotini, yangi kelgan notebooklar ham bor. Zo'r notebooklar. Bularni ham albatta Telegram kanaliga joylaymiz. U yerdan bemalol o'tib ko'rib olsanglar bo'ladi. Yana qanaqa savolinglar, taklifinglar bo'ladigan bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qoldirsanglar, sizlar so'ragan notebookda sizlar so'ragan ma'lumotga javob berishim mumkin. Qo'limdan kelgancha albatta. Bu videoni qo'llab-quvvatlab, like, podpiska, kommentariy ham bomba kutib tursanglar, bundan keyingi videoda yana ham zo'r notebooklar, yana ham zo'r personalniy kompyuterlar obzor qilaman. Sizlardan hozircha shularni iltimos qilib qolaman. Bizdan uzoqlashmanglar, yana zo'r yangiliklarni qo'yib boramiz. Hozircha xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.